Yaxshi. Men nechta aytsak, Shokir ko'tanak javob beradi. Блядь, тупоймisan, jalab? Sinfdan ko'tingni olib chiq nahvoy. Mezazoy va gemoroy davriga Shokir, shovqin qilmasdan jim quloq sol. Shoshmang. Nima? Oypat 20 dan 5 ni ayirsak necha bo'ladi? 10 bo'ladi. Noto'g'ri, to'poy qanchaq? Shokir. Nedagon bilan. G'opir 9 ta. Biz seni og'zingga nechta siqish haqida gapirmayapmiz. Biz 20 - 5 haqida gapiryapmiz. Qani bolalar, kim biladi? Anvar, 20 - 5. Ha? Yop, og'zingga uray. Bolalar, 20 - 5. Sen tezlikchalar 10-sinf bo'ldilaring bilan. Xo'p, qaranglar, agar G'opir 20 ni og'ziga solgan bo'lsa, keyin 5 ta erkak uni chiqarib olsa, G'opirning og'zida nechta qoladi? 15 ta. Rostdan shuncha siqadimi? Ha, javob to'g'ri. Va nihoyat, bo'larkan-ku mana. Bolalar, oxirgi savol. Shokirning oilasida 2 kishi, ya'ni dadasi bilan oyisi bor edi. Keyin u avariyada dadasidan ayrildi. Shokirda necha kishi qoldi? 1. Bitta. Javob to'g'ri, Shokir. Dadangni biznes chiqdi. Meni ismim Shokir. Seniki nima? Hozir biroz bosimni his qilasiz. Hech qisi yo'q, hammasi joyida. Siz o'zirdingiz-ku. Ko'tangizni qisib yoting. Sizga hammasi joyida dedim. Borgim kelmayapti. Lekin borishim kerak. Yoqmayapti. Lekin majburman. Xohlamayman. Hozir o'rtoq xotinimdan so'ray qani. Ey, onasi. Ha, o'rtoqlarim yig'ilib choyxona qilishayotgan ekan. Men ham borib kelsam, qarshimasmisan? Yo'q. To'chna qarshiliging yo'qmi? Yo'q, ketavering. 1 soatga qolmay qaytib kelaman lekin. Yaxshi. Aniq hammasi joyidami? Farqi yo'q, ketavering. Qaytishimda biror narsa olib kelaymi? Shokoladmi, morojnami, nima yeging kelyapti? Yo'q. Bora olmayman, do'st. Xo'sh, sizning o'zi javoblaringiz chiqdi va sizga yangiligim bor. Shoshmang, doktor. Biz o'g'il yo qizligini bilishni xohlamaymiz. Mayli. Homilangiz nobud bo'lgan. Sizga yomon yangilikni aytishdan afsusdaman. Xotiningiz endi o'zi qimirlay olmaydi. Endi u hayotining oxirigacha parvarishga muhtoj bo'lib qoldi. Yo, xudoyim. Yo'q, hazillashdim, u o'ldi. Shokir, davay, maktabga kechikyapsan. Yo'q, ishontira olmading. O'rningdan turib maktabingga tezda ko'tingni olib bor. Oyi, men kasalman. Maktabga bora olmasam kerak. Oyi? Eshitmaganga olasizmi? Oyi! Kasalman deyman. Xo'sh, nima qilishim kerak endi? Xohlasang bor, xohla borma. Menga farqi yo'q. Bolajonim, ketyapman bolam. Nima bo'ldi o'g'lim, kasal bo'ldingmi? Bugun maktabga borish haqida xayolingga ham keltirma. Sen to'yib dam olishing kerak. Men muallimingga telefon qilib o'zim gaplashib qo'yaman. Nima yeging kelyapti? Osh, manta, somsa, chuchvara. Bilasanmi? Hammasini tayyorlayman. Sen yaxshi bo'lsang bo'ldi, bolajonim. Sen necha yoshsan? 25 yoshda. Yo'q bana. Ha, biz qarayapmiz. Biz qarayapmiz dedingmi? Tushunmadim. Ha? Biz? Xo'p, unda sen necha yoshdasan? Men endagina 19 ga to'ldim. 2006larning butun hayoti oldinda turibdi. Ko'rmayapsanmi qanchalar kuchga to'lganman? Balki miloddan avvalgi 2006-yildirsan. Tushunmadim. Sen menga hazil qildingmi hozir? Nega buncha katta ko'rinasizlar? Hech qisi yo'q, men siymoqchi emasdim. Nima deding? Men siyapman deyman, sen tualetimga kirding. Demak bu seni... Ha, sen meni uyimdasan. Birovlarning shaxsiy chegarasini hurmat qilmas ekansan. Men boshqa joyda suza qolaman. Qanday jur'at qilding? Tezda o'g'limni xonasidan chiq. Bu begona amaki kim dedi? Prosta ko'zingni yum o'g'lim. Agar sen uni ko'rmasang, u senga zarar yetkaza olmaydi. Bundan-da ahmoqona gapni eshitmagandim. Endi xursandmisan? Sen uyimni tinchini buzding. Men shunchaki baliqlarni tomosha qilgani tushgandim. Mana gap qayerda ekan? Demak sen dushdagi yalang'och xotinimni tomosha qilmoqchisan. Bilasanmi? Men hozir baliq melisasiga telefon qilaman. Va nihoyat, men buni uddalayman. Men o'g'il bola bo'lib tug'ilsam kerak. Nihoyat, biz boshqa joyga ketyapmiz. Nima?